Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Pest Traversal nima degan savolga javobni mana shu videodan olasizlar. Like va obuna bosib qo'ying, gap cho'zib o'tirmay videoni boshladik. Xo'p, Pest Traversal nima? Pest Traversal bu web xavfsizlik zaifligi bo'lib, u attackerga server ichidagi ruxsat berilmagan fayllarni o'qish yoki ularga kirish imkonini beradi. Oddiy qilib aytganda, misol uchun sayt bor va shu saytda fayllar bor, ichidagi fayllar bor. Shunaqangi zaiflik turki bu Pest Traversal siz ko'rishingiz kerak bo'lmagan, ya'ni ko'rishingiz mumkin bo'lmagan sayt fayllarni, o'sha sayt fayllarini ko'ra olishingiz shu Pest Traversal zaifligi deyiladi. Endi bu qanaqa ishlaydi? Web ilova odatda fayllarni ma'lum papkadan beradi. Masalan, images papkasidan. Lekin attacker maxsus belgilar yordamida tizimni aldab, boshqa papkalarga chiqib ketishi mumkin. Ya'ni aytaylik, mana hozir mana misolda ko'raylik. Mana bu sayt to'g'ri. Shu saytda misol uchun rasmni ochaylik mana. Va Burpsuitdan o'rtoqli shuni o'tib turib ulaymiz va da yechildi chiqadi, chunki biz etc psvd fayliga kirib qo'ydik. No, kelinglar ko'raveramiz. Xo'p. Kirsak mana, zo'r. Zo'r rasmni tanlab qo'yibman, ajoyib. Sports figure ham juda ham ajoyib rasmlar bor. Xo'p. Mana proxyni bunday yoqib turib, mana shu so'rovimiz, ya'ni fayllar so'rovini usha olamiz va repeaterga jo'natganimizdan keyin nima qilamiz? Bu yerda mana ko'rishimiz mumkinki, boshqa faylga chiqishimiz mumkin. Orqaga qaytamiz, bitta orqaga va yana bitta orqaga qaytib turib, etc psvd fayliga kiramiz va send qilsak, no such file. Nima uchun? Chunki biz ikkita dona orqaga qaytdik. Kelinglar, 3 ta orqaga qaytib ko'ramiz. Shunda o'xshasa kerak. 3 ta orqaga qaytdik va etc psvd fayliga qaytdik. Demak, bizda ko'rishimiz mumkin etc psvd ni oldik. Laboratoriyadan ishni yechish uchun fayl tarkibini oling. etc psvd ni olishimiz kerak. Ya'ni nima qilamiz biz? Shunchaki etc psvd deb yozib qo'ysak, agar bizda kirib ketishi mumkin. Kelinglar, bu narsani ham Burpsuitda ulaymiz. Xo'p, Burpsuitni tushunmasanglar, bu haqida video qilingan. Ko'rmagan bo'lsanglar, battar bo'linglar. Repeaterga jo'natib oldik. Endi bu yerda nima qilamiz? Shunchaki etc psvd qo'yib qo'yamiz. Shunchaki etc psvd deb yozib qo'ysak, bizda kirish kerak. Shunchaki etc psvd ni yozib qo'ydik va bizda kirib ketdi. Laboratoriya ishini yechish uchun fayl tarkibini oling. Bu yerda nima deyapti? Masalan, shunaqangi holatlar bo'ladiki, mana laboratoriyani ulaylik Burpsuitga. Mana Burpsuitga ulab oldik. Endilikda biz qiladigan ishimiz shunaqa holatlar bo'ladiki, xo'p, mana shunaqa holatlar bo'ladiki, bizda mana bu slashlarni bloklaydi. Ya'ni tasavvur qiling, serverga kelayotganda qaraydi bunda. O deydi. Bu yerda kirishga urinilyapti, ya'ni slash bor. Buni qabul qilmayman deydi. Yana bitta usul bor. Buni qilishni shifrlash turi orqali. Ya'ni siz noqos bittadan slash qo'yib qo'yamiz bu joyda. Shifrlash turi orqali. Ya'ni har bitta belgini shifrlasa bo'ladi, to'g'rimi? Biz dekoder bo'limiga o'tamiz va kerakli bo'lgan belgini mana tepasiga yozamiz. Misol uchun bizga slash kerak, to'g'rimi? Slash qildik va bu yerdan encode s degan joydan URL degan joyni tanlaymiz. Ya'ni URL encoding qildik, ya'ni URL turidagi shifrlash turini olib bu yerdan yozishimiz kerak bo'ladi. Slashlarni har bittasini o'rniga mana shuni qo'yib chiqamiz va apply changes qilib turib send qilamiz va no such file. Okay. Endilikda nima deydi? Bunday qilib turib psvd degan joydan oldin ham slash qolib ketgan va shu joyni ham URL encode qilib qo'yamiz va yuborsak no such file. Bizda shu ham o'xshamadi. Ya'ni URL encode qildik, shu ham o'xshamadi. Nima uchun o'xshamadi? Sababi server buni mana URL encodedan yechyapti, ya'ni shifrlashdan yechyapti.
Biz shifr qilib qo'ydik, uni asl holatiga qaytaryapti-da va ko'ryapti. Ha, bu mashinnik deyapti-da. Baribir qabul qilmayapti. Endi bizani qiladigan ishimiz nima bo'ladi? 2 martalab shifrlash bo'ladi, ana. 2f to'g'rimi? Mana shu foiz 2f. Mana shuni yana bitta enkod qilamiz. Va Apple change qilamiz va send qilsak o'xshash kerak, lekin no such file dot. Bizni nima qilamiz bu joyda endi? Balki biz kam yozaverayotgandirmiz. Bundoq qilib turib, yana bir marta bundoq qilib qo'yamiz va Apple change va send. Tabriklayman, siz etc.psvd faylini qo'lga kiritdingiz. Mana. Shunaqa qilib pest traversal hujumi amalga oshiriladi. Hammaga rahmat. Telegram kanalimiz kommentariyaga yozib qo'yaman. U yerda ham juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Xayr.